Xo'p, hajga borgan oqila ayolini himoya qilgan o'g'lini uyga keltirmaslik qanchalik to'g'ri? Bu yerda demak tushunishim bo'yicha xotinini himoya qilyapti. Qaynana o'sha himoya qilayotgani uchun kelinini, o'g'lini uyga keltirmayapti. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Demak to'g'ri ish qilyapti, chunki oilasini saqlab qolish uchun qilinayotgan ish bu juda ham to'g'ri ish hisoblanadi. O'tda chunki qaynana yashamaydi kelin bilan. Xotin birgalikda yashashadi. O'shaning uchun agarda oilasini buzish uchun harakat qilayotgan bo'lsa, ota-onasiga farzandi oq bo'ladi deyshadi-ku. Farzanddan tashqari ota-ona ham oq bo'ladigan joylar bor. Mana shunaqa paytda ota-ona oq bo'ladi farzandga. Mumkin emas, chunki bitta Allohning arsh larziga keladi, oila buziladigan bo'lsa, o'sha oilasini tiklash uchun harakat qilayotgan bo'lsa, demak to'g'ri ish qilyapti. Boshqa uy olib arendada turish kerak. Prosta shu.